Siz hech bo'lmasa bir marta hayotingiz uchun Xudoga shukr qilganmisiz? Bu Makoko, Nigeriyaning Lagos shahridagi yashirin haqiqat. Bu yerda hayot biz tasavvur qilgan hayotdan butunlay boshqacha. Bu yerda odamlar o'sha iflos suvda suzishadi va shu suvda hojat ham chiqazishadi. Ichish uchun toza suv yo'q, yashash uchun quruq zamin yo'q. Shunga qaramay, ularning yuzida tabassum bor. Taxminan 20 ming kishi yog'ochdan qurilgan suzuvchi uylarda yashaydi. Bu yerda ko'chalar o'rniga faqat qayiq bor. Maktabga ham, bozorga ham borish uchun faqat qayiqda yuriladi. Biz oddiy hayot deb biladigan narsa ular uchun orzu, lekin ular hech kimdan nolimaydi. Aksincha, har kuni kulib yurishadi. Siz shunday joyda yashaganingizda ham bugungidek tabassum qila olarmidingiz? Kommentariyada fikringizni yozing. Haqiqiy baxt nimada deb o'ylaysiz? Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.